Azizlar, hammaga assalomu alaykum. Bu noodatiy yopilgan tomni ustida biz bugun pena-betonlarimizni quyapmiz. Xo'p, azizlar, biz bugun 2025-yil 4-iyun sanasida Andijon Buloqvosh tumanida xizmat olib boryapmiz. Ko'rib turganlaringdek paralizasiyalarimizni solib, pena-betonlarimizni quyishni boshladik. Azizlar, bu ishni kecha obeddan keyin boshlaganmiz. 3-iyun kuni obeddan keyin quyishni boshlaganmiz. Hozir quyilgan joydagi pena-betonni holatlarini hamma yo'g'ini sizlarga batafsil tushuntirib, ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, azizlar, bizda pena-beton shikaturka xizmati bor. Butun O'zbekiston bo'yicha narx-navolarga keladigan bo'lsak, xo'p, narx-navolari pena-beton tomga lomboz o'rniga pena-beton quyilyapti. Buni narx-navolari 45 mingdan vodiy ichida. 50 ming, 55 ming Voha, Toshkent shu taraflar ozgina qo'shilib qoladi, chunki yo'l uzoqroq, baribir 1 kun yarim kun yo'lga rasxodlar bo'lib qoladi. Xo'p, azizlar, bizga qanaqa holatda topshirasiz? Vassa chiroyli qilib qoqilgan bo'lsa, bo'ldi, boshqa hech nima shart emas. Hattoki elektr toki ham sizdan kerak emas. Faqat suv berasiz bo'ldi, bitta chiroyli obed qilib berasiz bo'ldi. Xo'p, qaranglar, noodatiy yopilgan tomni ustida biz ishlayapmiz. Bu noodatiy deganim, ko'pchilik ko'rgan bo'lishi mumkin, ko'rmaganlar ham ko'p. Buni qaranglar, hamma yoq profildan. Polni hamma joylar profildan. Bu taraflardan ko'rsating. Polni hamma tomga nimaiki yog'och ishlasa, vassadan tashqari hammasi to'sin bormi, strabila bormi, reyka, hamma yog'i profildan qilingan tom. Va chifrga tayyor qilingan. Bizga shunaqa holat bo'lsa ham farqi yo'q. Ishimiz davom ettiraveramiz. Biz hozir mana kecha quyganlarimizni, obeddan keyin quyganlarimizni hozir ko'rsatamiz. Biz bugun Andijon viloyati Buloqvosh tumanidamiz. Buguncha qanday bir kecha quygan joylarimiz. Azizlar, bu profildan tomni biz yopganimiz yo'q. Bizning xizmatimiz o'sha loy o'rniga pena-beton xizmati. Buni hozir kelsak tayyorlab qo'yishgan ekan, xuddi shunaqa qilib sizlarga ham bir qator ko'rsatib qo'ydim. Juda mustahkam bo'lar ekan lekin. Kimga qanaqa kommentariyaga yozib ketasizlar. Azizlar, mana kecha obeddan keyin quyilgan joy, mana o'zi rasvorlar ham qo'lligi bilinib turibdi. Yaqinroq olib keling, aka, tushib ko'rsataman. Pashli odam bo'yi joyda uyning ichiga quyilgan joy mana. Ko'ryapsizlarmi? Bir kunda suvini totib, ham yengil, ham utepленный bo'ladi. Umuman teshiklar qolmaydi. Qishda sovuqni kirgizmaydi, yozda issiqni kirgizmaydi. Uyning ichiga ham kelganimda kirib ko'rdim. Kun issiq hozir. Juda salqin boshqacha bo'lib qolgan. Kecha bu yo'qligida obeddan keyin ham o'zi issiq yaxshi bo'lib turuvdi. Ichkarilar, ayvonlar, uylarda ichi issiq edi. Hozir ancha salqin bo'lib qoldi, chunki bu issiqni o'tkazmaydi o'zidan. Yorilib ketadi. Bu deganlarga mana bitta o'zi ko'rib turgan bo'lsalaring, mana yorilmagan umuman. Hatto profil ko'pligi uchun uyda egasi o'zlari aytdilar, o'zi tekizlab beramiz aslan, tekizlamay qo'yaveringlar deb. Tekizlaganimiz yo'q mana. O'zi ham bemalol loydan ko'ra tekizroq. Tekizlamasa ham zo'r o'zi holat. Xo'p, azizlar, bizning xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Yaqinda Hayit bayrami kelyapti. Hammalarni Hayit bayrami bilan, Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz. Va xolasa Qurbon hayitidan keyin bizning yo'nalishimiz Samarqandda 600 kvadratli joyimiz bor. Ash tomonga yo'lga chiqamiz. Kimda yo'l Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, ash taraflarda joylaring tayyor bo'lsa, bemalol aytsalaring, xudo xolasa bir hafta, 10 kun Samarqandda yurib, ishlarimizni bitkizib kelamiz. Xudo xolasa qaytishda Toshkentda, Olmaliqda 100 kvadratli joyimiz bor. Uni ham bir yo'li quyib kelamiz. Azizlar, ekranga raqamlar qo'yib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmat narxlarini aytdim videoda oldida. Shunaqa qilib chiroyli qilib quyib beramiz sizlarga. Mana sal yaqinroqdan ko'rsataymi aytdi. Odam sakrasa ham yorilmaydi. Qaranglar, yorilib ketadi deganlarga mana. Bu bir kun ham bo'lgani yo'q hali. Obeddan keyin 2-3larda bir kun bo'ladi mana. Bir sutka bo'ladi. Hozir obed ham bo'lgani yo'q hali. Xullas, bizning xizmatlarimizdan uyda egalari juda chiroyli bo'lib rozi bo'lishadi. O'sha aytganimdek, bizga sizni hatto elektr tokingiz ham kerak emas. Hech nima kerak emas. Hamma bizni apparatimiz benzinda, divijoda ishlaydi. Benzinlari ham hamma rasxodlari o'zimizdan, sement, qum, penalardan zo'rlarni ishlatamiz biz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.